gilos ezilyapti. Borgandan keyin hozir zo'r. Otasiga rahmat. Tupako'kka zo'r, qado zo'r, 5 baho. 5. Mana baho 5. Eng katta 5. Lekin gilos mahsuloti mana bu qoq ekaningizda. Gilos aka bu cho'pay deyapsiz-ku. Akajon keling, bir minut, keling. Olib keling, men nimani akamga qarang. Mana qarang, bu yerdan oling-da, mana qarang. Mana qarang. Tekislash uchun mana qarang. Mana 1 santimetrda ezyapmiz, o'shandan keyin o'rta ko'tarib qo'yapti. Iymonimiz bor. Mana to'g'rimi aka? Mana o'rtani mana tekisda ezish uchun mana. Ne bo'lgandan keyin mana qopqoqni olasiz. Hozir zo'r. Bu soatda soat 2 soat 1 soat turgandan keyin gilos ezilyapti. Ezilgandan keyin Rossiyaga borsiz, O'zbekistonda dumalar gilos bo'ladi, to'g'rimi akalar? Rossiyaga borganda 3 burchak gilos chiqyapti. 4 burchak gilos chiqyapti, tapalar gilos chiqyapti. Keyin mana bitta gilos ezilsa mayli. Bu bitta gilos mana uni qo'ygandan keyin mana misol mana tegmagan tarafiga qilaylik-da mana. Keling, bera olingda tekis tarafini. Mana. Mana ezyapti mana aka. Ezgandan keyin mana bitta 2-3 dona zahar qilyapti. 2-3 ta yana bitta dona zahar qilyapti. Tayda yarim kilo, 1 kilo gilos zaharlanib boryapti-da. Qo'qavering endi aka, uzrsiz ovora qildim. Bu endi